Assalomu alaykum to'rtkala ahli. Uy-joy bo'yicha yana bir video qilyapmiz. Xudo xolasa uyimiz bitdi. Polni podключ. Endi yana yozgi tualetimiz. Darvoza, mashina girsa, beri kat qo'yilib o'tiriladi. Devorlarimiz turavergan bo'ldi. Xudo xolasa ichini kelsak, naqadar yo'l chiqamiz aylanib. Yerimiz yine ayvoncha 3.60'a 3.80 bidarak bina bo'ldi. Yan tarafda uголок qo'yiladi xudo xolasa. Yanimiz kuxnya. Kuxnyalar mana kotyollar yana qo'yildi. Restorlar. Bu kuxnyamiz 4'e 3,5. Chiqamiz, orada spalnyamiz 4'e 4'lik xona. Patologlar gipsokardon. Yanda girganimizda ayvondan keyin xudo xolasa zal. Yanımız spalni 4'e 5'lik. Yukarımız natijini oldu kara. Boyumuz kombinatsiya qaraga oq. To'rda sanuzligimiz. Gazlar qo'yildi, rakvinalar qo'yildi. Smesitirlar. Hamma narsa bag'roza qo'yildi. Berimiz cho'pli pol. Dekorativniy svetilniklarimiz bor. Yanımız zal, xudo xolasa yana. Уже döşeyle gelip başladı xudo xolasa.